12 variant 4 savol. Qaysi javobda zarrachalar radiusi to'g'ri taqqoslangan? To'g'ri taqqoslangan. 4-savolda qaraydigan bo'lsak, endi qarang. Proton bor, misol uchun proton 10 ta. Proton 9 ta. Proton 8 ta. Endi shu yerda elektron teng desak 10 ta, elektron 10 ta, elektron 10 ta. Bu yerda radius qanday o'zgaradi? Radius shuni esdan chiqaramanki, mana bu elektronlar teng bo'lgan paytida, qanchasining protoni shunchalik kam bo'lsa, radius shunchalik katta bo'ladi. Tushundingmi? Elektron teng bo'lgan paytida protonlar soni qanchalik kamaygan sayin radius shunchalik ortib boradi. Demak, radius bu molekula, masalan uchun bu molekulaga nisbatan ortadi. Endi bilmayman. Hozir javoblarni taqqoslaymiz. Masalan, A variantda nima deyapti? A variantda natriy kationi protoni soni 11 ta, elektroni 11 dan 1 ayiramiz 10 ta. Keyingisi magniy kationi. Xo'sh, protoni 12 ta, elektron 10 ta. Keyingisi kaliy kationi 19 ta, elektroni 18 ta. Keyingisi kalsiy 2 kationi 20 ta, elektroni 18 ta. Endi birinchisiga qaraymiz. Radius to'g'ri taqqoslangan deyapti. Xo'sh, protoni ortyapti. Proton ortgandan keyin proton kamayadi. Bizda natriyning radiusi kattami, kaliyning radiusi kattami desak, biz aytamizki, natriyning radiusi katta. Chunki nima? Protoni natriyda kam, magniyga qaraganda, lekin elektron teng. Shuning uchun natriyda katta. Bizda teskari qilib qo'ygan. Bu shuning uchun javob xato. Ikkinchi staj. B variantda. B varianti nima deyapti? B variantga qaraydigan bo'lsangiz, selen bor ekan. Selen bor, brom bor ekan. Oltin gurt bor ekan. Xlor bor ekan. Endi bularda radius qanday bo'ladi? Xo'sh, selendan bromga o'tyapti. Selenning tartib raqami 34. Buniki 35. Oltin gurtniki 16. Buniki 17. Protonlar soni. Endi elektronlar sonicha desam, 34 ga 4 qo'shaman, 36 ta. 35 ga 1 qo'shaman, elektron 36 ta. Buning elektroni 18 ta. Buning elektroni 18 ta. Demak, mana bu qismda 16 tadan 17 taga o'tyapti. Radius kamayishi kerak. Demak, bunda radius ortishi oltinga qarab ortadi. Endi o'z-o'zidan mana buning bunda 35 ta proton bor, tashqi qavati ko'p. Buniki 16 ta. Shuning uchun bromga qarab ortadi. Bunisi dachi desa, protoni kam tomonga ortadi. Selenga qarab ortadi. Bu ham xato fikr ekan. Keyingisi javobni tekshiramiz. Magniy kationi, natriy kationi, ftor ioni, kislorod ioni. 12, 11, 9, 8. Elektroni 10 ta, elektroni
10 ta elektroni, 10 ta elektroni, 10 ta. Demek elektron hammasini teng. Protonlar soniga qarang. 12 tadan 11 ga o'tyapti, kamayapti. Demak, radius ortadi. 11 dan 9 ga o'tyapti. Proton kamayapti, radius ortadi. 9 dan 8 ga o'tyapti, proton ortadi, radius kamayadi. Radius ortadi. Demek, to'g'ri javob qaradikki, S javob ekan. Mana S javob. Keyingisi ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, keyingisida mana bular xato bo'ladi. Keyingi savol. Keyingi savolda nima deyilyapti? Keyingi savolda 5-savol ekan. 5-savol. 5-savolda ishlaymiz, qarang. Xlor 5 oksidida. Xlor 5 oksidida nechta pi bog' mavjud? Bog' mavjud deyapti. Xlor xo'sh. Xlor mana bu yerda kislorod va mana bu qismi o'zaro kislorod bilan bog'lanadi. Shu qismni yaxshilab yozay. Mana kislorod, bu kislorod. Bitta pi, ikkita pi, uchta pi, to'rtta pi. Demak, 4 ta. D javob. Mana bu D javob. 6-savol. 6-savolda nima deyilyapti? 6-savolda uglerod atomining orbitallari sp3 ga biriklangan. Qaysi malakada uglerod atomi sp3 ga biriklangan deyapti. sp3 ga biriklangan bo'lishi uchun uglerod atomining orbitallari sp3 ga biriklangan. Masalan, sianid kislota. Sianid kislotaning strukturasi mana bu ko'rinishga teng. Buning gibritlanishi sp. Aldegidlardachi, formaldegid. Bitta qo'shib bo'lishi spp. Demak, sp2. Keyingisi metanol. Mana bu yerda vodorod. spp. Demak, mana buning gibritlanishi sp3 ekan. Xo'sh, mayli, keyingisini yozib ko'rsatay. Mana bu formiat kislota. Buning tarkibida bitta kislorod bo'lgani uchun buning gibritlanishi sp2 bo'ladi. Bizda to'g'ri javob S. Metanolning uglerod atomi gibritlanishi sp3 bo'lar ekan.